Yangi Frankenstein bu shunchaki dahshat emas, bu 2025-yilning eng kutilmagan filmlaridan bo'ldi. Bu klassik hikoyaning eng zamonaviy talqini. Bu shunchaki monster haqidagi kino emas. Bu insoniyat ilmni qachon to'xtatishi kerakligi so'ralgan ajoyib film. Film 2025-yilda premyera qilindi. Universal Studios bu safar hikoyani qorong'uroq, lekin shu bilan birga realizmga yaqinroq qildi. Filmni zamonaviy horror ustalaridan biri Tobi Harper suratga olgan. U ilgari psixologik treylerlarni suratga olganligi uchun filmda qo'rquvdan ko'ra tensiya ko'proq. Byudjet taxminan $85 million dan oshadi. Klassik laboratoriya sahnalari kompyuter grafikasida emas, haqiqiy dekoratsiyada qurilgan. Shuning uchun ham filmda atmosfera juda ham tabiiy ko'rinadi. Asl hikoyaga hurmat saqlangan, lekin syujet zamonaviylashtirilgan. Viktor Frankenstein zamonaviy biotexnologiya olimi. Frankenstein hamda u yaratgan jonzot orasidagi dialoglar filmning eng kuchli sahnalari. Tomoshabinlarni shok qilgan narsa monster emas, eng qo'rqinchli joy yaratuvchining o'zi. Film tomoshabinlarga kim haqiqiy dahshat, ilmni suiiste'mol qilgan odammi yoki tirik bo'lib qolgan jonzotmi degan savolni beradi. Treyler chiqarilganda 48 soatda 30 milliondan ziyodroq ko'rishlarga ega bo'ldi va bu 2025-yilda chiqarilgan horror filmlar ichidagi rekord hisoblanadi. Bu film inson yaratishga haqli emas degan savolga javob bergan kino. Sizningcha haqiqiy maxluq kim? Olim Viktor Frankensteinmi yoki u yaratgan jonzot? Fikrlarni izohlarda qoldiring. Shu kabi kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa sahifamga obuna bo'ling.